Bir podshoh o'zining odamlari bilan bir safarda g'orga kirdi. G'orga kirganda karvon boshi bo'lib turgan podshoh o'zi xalqini yetalab ketayotgan ekan. Ogohlantirdiki, oyog'inglarga tosh botyaptimi dedi. Ha, tosh botyapti. Shu toshlardan qo'linglarga siqqanicha olinglar, keyin xursand bo'lasizlar dedi. Shunda kimdir qo'ynini to'ldirib oldi, kimdir ozroq oldi, kimdir aytdiki, o'z zo'rg'a ketyapsiz-ku, toshga balo bormi deb olmadi. Keyin g'ordan narigi tomondan chiqishsaki, qarasda qo'lidagi haligi tosh deyilayotgan narsalar dunyodagi eng qimmatbaho gavharlar ekan. Orqaga qaytishga esa ruxsat yo'q, qaytib kelishga. Shunda imkon qadar qo'ynini to'ldirgan odamdan boshqa hamma afsus qiladi. Ozroq olganlar, 4 ta 5 ta olganlar ko'proq olmaymanmi deydi. Umuman olmaganlar esa hasratda qoladi. Dunyo hayotidan biz yashab o'tar ekanmiz, xuddi karvon kabi. Bu dunyodan yaxshilik kasb etib qolishimiz kerak. Shuning uchun Rasul akram alayhisolatu vasallam aytganlar: "Kun fi dunya ka'annaka g'arib aw 'abid sabil." Dunyoda bir yo'lovchi bo'l yoki musofir bo'l.